Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü xəbərimizni bir Uyğur dostunun matem xəbəri bilan başlayırıq. Türkiye'nin yakınqı davr tarixidagi eng danlıq tarixçilarning biri Professor Doktor İlber Ortaylı 2026 yılı Novruzning 13 günü İstanbul'da kesel sebebi bilan 78 yaşında vafot bo'ldi. O bir mezgilden bu yan İstanbul'daki Koç Üniversitesi doktorxonasida davolanayotgan bo'lib, kasallik ahvoli og'irlashgandan keyin nafas uskunasiga ulanganligi bildirilgan. İlber Ortaylı Türkiye'deki en hürmet kılınılan tarixçilarının biri bulup, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Farsça, Nemisçe, Rusça, Latince ve İtalyaca qatarlıq 8 tilni ravan sözleyeleydi. Onun nurgun leksiyalarida Şərq Türkistan ve Uyghur tarixi hakkında icabi malumatlar berilgan. O yana bir qatımlıq söhbətdə Türkiye'ye köşmen qabul qilishda Uyg'urlarning afzal ko'rilishi kerakligini ochiq bayon qilgan edi. Uyg'ur millatining do'sti bo'lgan bu olimga millatimiz nomidan cho'nqur ta'ziya bildiramiz. Alloh yotgan yerini jannat qilsin. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Әмді диаспорадaki yana bir yangi xabarga nazar salayli. O'tgan ayda Gollandiyaning Danxaq shaharlik hukumat binosida o'tkazilgan Xitoyning Chag'an bayrami faoliyatida Uyg'ur faoliyatchisi Abdurahim G'anibek Xitoyning lager siyosatiga qarshi tinish namoyish qilgan edi. Oldingi programmalarimizda bu xabar haqida tafsiliy xabar bergan edik. Namoyish jarayonida o'zlarini security yani bexatarlik xodimi deb tunishtirgan Xitoy xodimlari Abdurahim G'anini zo'rliq bilan tutib, yerga yiqitib, bo'ynini bo'g'ib, sirtqa so'rab chiqargan. Bu voqeaga munosabatlik yangi taraqqiyotga ko'ra, Danxaq shaharlik hukumat bu zo'ravonlikni qabul qilg'ili bo'lmaydigan qilmish deb baholadi. Şəhərlik hökumətinin bildirishicha, fəaliyyətdə bexatarlik tədbirlərini faqat şəhərlik hökumət təminləyən rəsmi bexatarlik xodimlərlə icra qilishqa huquqluq ekan. Xitoy tarafdan kelgan xodimlarning namoyishga qarta zo'rliq ishiltishi kelishimga xilof bo'lib, ularning bunday qilishga hech qanday huquqi yo'q ekan. Şəhərlik hökumət yana bu məsələ üstüdən təşkilləgüçilər bilan ayrim söhbət ötküzüb, javobgarlıqni surishtirdiganligini bildirdi. Bu vaqadan keyin Abdurahim G'anibek jismoniy zaxmiga uchraganligini bildirib, saqchiga arz qilgan. Növbətdə davlatlik saqchi idorasi bu vaqani chegara halqigan bostirish deb qarab, tekshirish olib bormoqda. Bu haqdagi tafsilotni Abdurahim G'anibekning o'z ovozidan anglaymiz. Gollandiya davlatlik saqchisiga, yani anxifta, yani arz qilgandim. Saqchi bu meniki telefonda qilgan arzimni anglab bo'lgandan keyin biz sana ayrim bir ko'rishishga vaqt beramiz, shu vaqtda sen bilan bu vaqtda paranglashamiz dedi. Onun keyinidan 2 hafta o'tgandan keyin saqchini telefon qilib, men ayrim bir bu vaqtda bo'lgan ishlarning haqiqiy ahvolini anglash uchun suhbat qildi. Va bu suhbat jarayonida men shu videolarni shu ko'rsatib, ishning qanday bo'lganliklarini hammani aniq ko'rsatdim. O'zim tinish shekillik namoyish jarayonida Xitoylarning qanday zo'ravonlik qilganliklarini, sen jazolarga loyiq, sen o'limga loyiq, men seni o'ttirib o'taman deb shunday tahdid nimalarni aniq ko'rsatgandan keyin bular rasmiy bu anzni qabul qilib, biz buni bir ko'rib, ana keyin sana rasmiy bir qo'llangan official anxifta dokumentni birimiz shu chaqcha saqlab dedi. Bu saqchininki meniki qo'limga bergan rasmiy arzni qabul qilganlik haqidagi bu dokladda men 3 nuqtadan arz qildim. Birinchisi, men jismoniy jihatdan u yerda xo'rlandim. Xitoylar meni yerga besib, yerga ustirib, put-qo'llarimni qorib, qarta bu birinchisi. İkincisi, u yerda men bulanchilik uchirdim. Qo'limdagi lozinkalarni qo'llarimni qorib tortib oldi, uni qaytarib bermadi. Shunga bu bulanchilik qilganlik haqida. Endi yana birisi menga
ruhiy terrorlik qilib bordi Xitoylar. Men seni o'ttirib o'taman, sen jazolarga loyiq, sen o'limga loyiq deb meniki erkin so'z qilish tili şekillik bu namoyishimga qarshi qilib, bu ip bo'lgan bu jinoyatlarni rasmiy hamda soqchi mush manga qulang bergan arzini qabul qilgan dokladni bergandan keyin bularni rasmiy tekshirishni boshladi. Bular hani tekshirib bunun jinoiy nimalarni aniqlab chiqqandan keyin ana keyindan bunun javobini menga beradigan bo'ldi. Men ana shuni qarab, ana keyindan advokat bilan ko'rishib, advokat tutib, ana buni sudga chiqardi. Ana sudda lekin bu Xitoyniki jinoyatlarni bekitib, endi sudda qaror qiladi. Bunun yana bir mazgil jarayon ketadi. Lekin bu soqchiniki official arxivda dokumentni yana rasmiy arzini topshirib olgan 3 oyninki 11 kunini kech tarafdan yani Danhaq shahrida shahar boshlig'i bu qatimliq shu Xitoyniki ma'lum bo'lgan zo'ravonlik voqeasi haqidagi shu Danhaq shaharlik 3 partiyaniki a'zosiniki so'rgan savoliga javob berib, Abdurim G'aniyniki tinch shakllik namoyishga qarshilik qilib, Xitoyniki o zaldan chiqarishni qat'iy qabul qilishga bo'lmaydi deb bu to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bu Danhaqniki kundalik xabarlar gazeti yana Daqblaq 070 bu narsa e'lon qilindi. Bunun yana eng diqqatini tortgan nuqtalarniki Xitoylardagi ashadagi sekretari deb yüzren kim ki vagan Xitoylarniki ularniki amallik saqlovchi bo'lsa, ularni faqat kuzatuvchiliklarda qarab turishlar ki haqqini borligi, ularniki meni xohlagan tutib zaxmlantirish unda huquqining yo'qligini deb buni qat'iy qabul qilolmaydigan, hatto buni tekshirdiganligi, buni jinoyat shakllantirgan to'g'risida bu nimadan aniq bor. Demakchi hozir meniki bu soqchi bergan arzimniki to'g'ri ekanligi, ya'ni bu shaharlik hukumatniki bunun qarta bergan bayonoti texnik kuchlantirdi. Hem Xitoyniki man qilgan bu zo'ravonlikniki jinoiy shakllantirganligini yaxshi yuritib bergan. Hamda keyingi qadam soqchilarniki buni aniqlab natijasida menga berishni saqlayapman. Ana shunda qolganini shu chog'da o'qimiz. Әмді аңлайдығыныңла xalqaro siyosiy vaziyat muhokimasi. Oxirgi haftada dunyo siyosatida bir qancha muhim o'zgarishlar ko'rildi. Birinchidan, Amerika bilan Eron orasidagi harbiy jiddiylik dunyo siyosatidagi eng diqqat qilinayotgan masalalarning biriga aylandi. Ba'zi tahlilchilarning qarashicha, Amerika armiyasining Eronga qarshi harbiy harakatlarining qanchalik davomlashishi Xitoyning nodir metal boyliqlariga bo'lgan ta'minoti bilan munosabatli bo'lishi mumkin ekan. Chunki Amerika qurol sistemlarining ko'p qismi Xitoy ta'minlaydigan nodir metallarga tayinadi. Ba'zi manbalarning bildirishicha, Amerikaning bu xil boyliqlar zapisi taxminan 2 oyla yetishi mumkin ekan. Bu masala Amerika bilan Xitoy rahbarlarining keyingi suhbatlarida muhim munozara nuqtasi bo'lishi mumkin ekan. Yana bir tarafdan tarixga qaraydigan bo'lsak, 1953-yili Eronda yuz bergan hukumat ag'dirish voqeasi Eron siyosatiga cho'ng ta'sir ko'rsatib, keyingi davrlarda Amerikaga bo'lgan ishonchsizligini texmi kuchaytgan. Tahlilchilarning qarashicha, zo'rlash va bisim siyosati ko'pincha vaqtda aksicha natija berib, to'qinishni texmi cho'ngaytirishi mumkin. Hozirgi to'qinishlarda Paris qo'ltig'idagi neft yo'llari va rayon bexatarligiga bo'lgan xatarning bag'ansiri eshiyotganligi ta'kidlanmoqda. Yana bir muhim o'zgarish bo'lsa, Amerika armiyasining Koreyadagi ba'zi harbiy sistemlarini O'rta Sharq rayoniga yo'tkash harakati bo'lib, xabarlarga qaraganda Koreyaga o'rnashtirilgan havo mudofaa sistemasining ba'zi qismlari O'rta Sharqqa yo'tkalgan. Bu harakat rayondagi harbiy jiddiylikning kuchayganligini ko'rsatadigan muhim bir signal deb qaralmoqda. Buningdan boshqa yana Xitoyning dunyo bo'yicha istixborot va cyber josuslik faoliyatlarining kun sari kengayotganligi haqidagi dokladlarmi diqqat qo'zg'amoqda. Ba'zi g'arb davlatlari Xitoyning cyber hujumlari va sonliq ma'lumot to'plash orqali dunyo bo'yicha iqtisodiy va texnikalik uchurlarni yig'ayotganligini bildirmoqda. Xitoy taraf bo'lsa, bundaq ayblashlarni rad qilib, Xitoyning o'zimi josuslik faoliyatlarining nishoni bo'layotganligini bildirmoqda.
Yana bir diqqat qilishga tegishlik masala Xitoyning yangi millat siyosati qonunini qabul qilishga tayyorlashidir. Bu qonun Xitoy milliy birligi degan ideyani kuchaytirishni nishon qiladi. Tahlilchilarning qarashicha, bu qonun amaliyotda Xitoydagi millatlarni texmi kuchli assimilyatsiya qilish siyosatiga qonuniy asos yaratishi mumkin. Bundaq siyosatlar Uyg'urlar, Tibetlar va boshqa millatlarning milliy kimligiga bo'lgan besimni texmi kuchaytirishi mumkin deb qaralmoqda. O'rta Osiyoda Xitoyning ta'sirining kengayishiga doir yana bir muhim xabar diqqat qo'zg'amoqda. U bo'lsa-mu Tojikiston Xitoy chegara bexatarlik hamkorligi. 2026 yılı 4 No'ruz kuni Tojikiston parlamenti Xitoy bilan yangi bir chegara bexatarlik qurilishi turini tasdiqladi. Bu turga asosan Xitoy Tojikistonning Afg'oniston bilan bo'lgan chegarasida 9 dona yangi kuzatish punkti va boshqarish markazi qurib berdi ekan. Mazkur turga Xitoy taxminan 61 million dollar mablag'ni yordam shaklida ta'minlaydi ekan. Ya'ni Tojikistonning bu pulni qaytarish majburiyati yo'q ekan. Bu qurilishlar Tojikistonning 1344 kilometrlik Afg'oniston chegarasidagi bexatarlikni kuchaytirishni maqsad qiladi ekan. Rasmiy bayonotlarda bu qadam asosan qurolliq guruhlarning singib kirishi, zaharlik chekimlik sodisi, qurol yaroq atkazchiligi qatorli xavflarga qarshi turish uchun qilinayotganligi bildirilgan. Bu xabarning yana bir diqqat qiladigan nuqtasi bo'lsa, Tojikistonning Xitoyga bo'lgan qarzi hozir 800 million dollardan oshgan. Şoňa bäzi tahlilchilar bundaq bexatarlik qurilişlarining Xitoyning O'rta Osiyodagi siyosiy va harbiy ta'sirini texmi kuchaytirishi mumkinligini bildirmoqda. Buningdan burunmi Xitoy 2017 yildan 2018 yilgacha Tojikistonning Afg'oniston chegarasida 12 dona chegara punkti qurib bergan edi. Şoňa bäzi xalqaro kuzatuvchilar Xitoyning O'rta Osiyoda faqat iqtisodiyla emas, balki bevosita bexatarlik sohasidagi rolini kengaytirayotganligini ta'kidlamoqda. Bu qadam Tojikiston hukumatining bexatarlik jihatda Beijingga bo'lgan tayinishining bag'ansiri kuchayayotganligini ko'rsatadi. Bugungi xabarlarimizda tilga ilingan bu voqealarning orqa ko'rinishi va xalqaro siyosatdagi ahamiyatini texmi cho'nqur tushunish uchun biz hozir Uyg'ur masalasi va xalqaro siyosatni uzundan buyon kuzatib kelayotgan siyosiy tahlilchi Sharq Turkiston Ulusal manfaat markazining mudiriyat raisi Nijat Turg'unbek bilan birlikda muhokama olib boramiz. Assalomu alaykum Nijat Bey. Ziyoratimizni yana bir qatim qabul qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat. Programmamizga xush keldingiz. Ve aleyküm esselam Abduslam Bey. Programmanglar üçün meni teklif qildiňlarga yana bir memnun tekrar rahmet deytimin. Aldı bilan bugungi xabarlarimizning eng diqqat qo'zg'agan nuqtasidan boshlayli. Yaqinqi vaqtda Amerika bilan Eron orasidagi jiddiylikning kuchayishi bundan keyingi dunyo siyosatida qanday cho'ng o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin? Sualınız üçün köp rahmet. Hazır uruşunun 14. günüge kirdik. Bazı uruş jarayonida ko'rilayotgan yangiliklar bor masalan, ikki tarafninki yangidan ishlatilayotgan texnologiyalik qurollarniki islohoti, yangi qurollarniki buyerdagi islohoti, askariy taraqqiyotdagi urushda ishlatilayotgan bu qurollarniki ilg'orligi bu bir özgürüşler bu yerdeki yeni meydana çıkan sınav kılınıyotgan bu kararlar halkaradaki bu askeri terakkiyatninki yeni mu ıslahat buluşluğa sebep buluş mümkün. İkinci terakkiyat bu yerdeki özgürlüş hep gelişi mümkün terakkiyat. Özgürlüş buluvatkan terakkiyat. Bulup mu bu enerjiye bazarninki dünyadaki. Ormuz boğazının astığı İran taraf minalarını koyup bir yerden nefret ve tabi gazlarının uçuşunu asasen toxtatkan deyken bulup mu Asya dünyada ve bulup mu Asya merkezlik dünya neft enerji menbelerde bir kısınçılık buluvatıdı. Bu yeni bir taraftan enerjininki bahasınınki neftinin mesela tabi ham neftlarınki üssü şiddetle ördavatıdı mesela neticesi örlep bitiyordu. Bu bir yeni bir nime ki bununla ergişip mesela hazır Amerika hükümeti Rusya'nınki erkanda devletki nefsası bulunduğun bunu çeklevatkandı. Bu embargonum ilevetti. Paralel aldı mesela Ukrayna tarafından bir tesir kılıvatkan bir nersi var. O nemu degen çağda Ukrayna yıllardan beri bu İran
dronlarni yasab Rossiya tarafini ta'minlayotgandi. Buning mudofaasini Ukraina yaxshi qilayotgachqa Ukraina tarafdanmi masalan mush arab davlatlaridan mush atrofdagi O'rta Sharqdagi arab davlatlari bas bilan bas bilan nima setyapti. Ukrainaning yasagan qurollarini-chu. Bu mesela hozir Rossiya Ukraina tarafdagi urush nimasiga ta'sir ko'rsatdi. Lekin dunyoning finans markazi bu narsalarga ham ta'sir ko'rsatyapti. O'rta Sharqdami finans markazlari bor. Davlatlarning iqtisodiga, energiyasiga ta'sir qilgandan keyin undan boshqa bu yerdagi finans markazlarimi boshqa yerlarga ko'chishga harakat qilyapti bu yerda. Undan keyin paychak bozorlarda turaqsizlik, bu yerdagi ba'zi nimalar taqagan nimalarni ko'rsatdi masalan uchun. Albatta dünyadaki jeopolitik cho'ng kuch nimasiga ta'sir ko'rsatyapti va bundan keyin texim ko'rsatishi mumkin. Andan keyin bu Amerika olmuş 2 kunning atrofida, oldingi 2 kunning atrofida Koreya tarafdan o'zininki havo mudofaasini qilgan THAAD deydigan bir havo qo'g'donish sistemasi bor. Uni O'rta Sharqqa yetkazganlikning boshlig'anlikning nimasini xabarini berdi. Andan keyin Yaponiya tarafdan dengiz armiyasining 31 flotini yetkazib ekevatganligini dedi. Bu hem de Şarkı Asya'daki Amerika'nın ittifakdaşlarını Amerika qoğdavatgan narsani acizlaştırgan bir görünüş çıktı değil mi? Bu yerdeki yaratılgan bu boşluk Şarkı Asya ve Şarkı Cənubi Asya'da bir xavfsizlik boşluğunu yarattı. Bu yerde mesela Xitay bir kirip bunu tolduramdı ya Şimali Koreya bununla bir nas kılamdı. Bu yerde bir eniqsizlik oldu. Endi bir xavfsizlik qalayimqanchilik bu yerga mi taqit chechilishi mumkin. Andan keyin İran atrofdagi davlatlardagi Amerikaning askariy bazalariga, shirkatlarga hujum qilishga boshlagan. Bumi oldimizda yangi taraqqiyotlarni, o'zgarishlarni qilishi mumkin. Andan keyin mushu 10 necha kunning ichida Turkiyaga 3 qatim Inixomg'a rayondan bir yolg'on bayroq operatsiyasi deymiz. Bunda bir nimalar aytildi raketalar. Buni masalan tekshirilyapti. Agar bu urush ve hakikaten İran tarafta ekilip kapkası bu NATO'nun tutukluğu İran hücum kılgan buldu. Eğer İran tarafta itilmay ya İsrailiyeden ya kumus başka Arap devletlerden itilgan bolsa bu çağda Türkiye'nin ki bulağı tutulgan pozisyası kanda buludu. Bu mu bir aldığımızda özgürlüklerini keltirip çıkargan mesele. Hem de Amerika mesela Şarkı Asya'daki O'rta Sharqdagi devletlerinin qoğduğucu hamisi bir xatarlik jihatdan bu yerde Amerika hazır İsrailiye'nin bir devlet menfaatini bir xatarlikinde bu bütün şeriklerinin ortaklarının bexatarligini mundaq aytgan chog'da bir tahdidga tashlab qo'yyapti-da, bir xatar ichiga tashlab qo'yyapti. Endi bundan keyin Amerika bilan birga mengayotgan mayli NATO'dagi davlatlar bo'lsin, O'rta Sharqdagi davlatlar, Sharq Osiyodagi davlatlar Amerika bilan bo'lgan munosabati qanday o'zgaraydi? Bular o'zining bexatarligini qanday hal qiladi masalanchi Amerika bunday ishonchsiz holatga kelib qolgan chog'da yoki o'zini qurbonlik qilib yetib qolgan chog'da qandaq bir hal qildi? Bu endi xalqarodagi cho'ng geosiyosiy holatdagi cho'ng bir o'zgarishlarni olib kelishi mumkin hozir bu yaqinqi 2 haftadan buyongi bo'lgan taraqqiyotlar. Yana ba'zi tahlilchilar bu jiddiylikning orqasida Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi raqobatning roli borligini aytyapti. Sizningcha bu qarashlarning qanchalik asosi bordi? Elbette belgelik şekilde buluşu mümkün çünkü bu Paris Qultuqi ve Hormuz Boğaz'dan dünyanın nait çoğun miqdordagi xatolaşmasam 3/1 bu değil mi? 3/1 tabiiy gaz, 5/1 neft, ham neftninki ütüdigan bir merkez. Xitoy mu bu yandan algan nait jiq neft ve tabiiy gaz narsi var. Eğer de Amerika bunu qilmoq tez. Eğer de Amerika hakikaten bir şeyde İran'ı hakimiyetini almashtırıp bu yerdeki kontrollükni neftinin ve energiyalarının bu yerde mengişini kontrollük ala alsa Xitoyning neft import nimasiga cho'ng nim qila oladigan kontrol qila oladigan bir strategik bir kuchga erishdi bu yerdachu. Hmm. Ama Amerika hakikaten bunu qılamdı qilmamdi. Bu bir mesele. İran eğer almashtira olsa. Ama bu almashtirish mu ters bir narsa çünkü İran'ın askeri gücününki narsini sanını biz aldığın qıtımkı programımızda dep öttük mesela. Hmm. Hazır Amerika bir deniz armiyasidan kirimiz dağıtıdı, quruqluq bilan kirimiz dağıtıdı. Hakikaten favqulodda bir murakkab bir nimaga kiryotidi. O kirgandan keyin Amerika ularni hal qila olamdi, qilamamdi bir masala. Chunki bundaq bir diktator hokimiyatda
qattiq kuch bilan o'zgartib buni hal qila olgan narsalar tarixda nihoyatda az. Shu masalan, yaqin atrofdagi narsaga qaraylik. Iroqqa kirdi, Iroqning hokimiyatini almashtirmay, Iroqni parcha-parcha qilyapti masalan. Hmm. Afg'oniston kirdi, Afg'onistonda 20 yil turdi, hokimiyat almashtirganda hokimiyat o'rilib tushdi. Masalan, Libiyada olsun, dunyoning boshqa yerlarida olsun, Vyetnamga kirdi. Qattiq kuch bilan kirdi, ammo u yerda kichik janglarda g'alaba qilgan bilan ularning askarlarini o'ldirib, portlatib, u bu qilgan bilan, ammo o'zlari ko'zlagan urushning, cho'ng urushningki maqsadiga yetamadi Amerika hech Hmm. qaysi yerda. Mayli Amerika Vyetnamda olsun, Afg'oniston, Iroqda olsun. İran'da mı hakikaten bombalayotidi, nurg'un ziyon vayron qilyotidi, ammo İran devletiniki maqsadi nihoyat oddiy. Ya'ni hayot qilish bu yerda. Hmm. Mushu kurashdan o'zining milliy kimligini va egilik huquqini qo'g'dab qilish tuprog'ining o'zi mumkinligini. Bunday bo'lgandan keyin bular har qanday bedelni to'lab o'zining tuprog'ini qo'g'dash bular uchun nihoyat eng muhim oxirgi bir hayot mamot masalasi bo'lgandan keyin bular nafsning eng oxirgicha kurash qildi. Bundaq nopusi jiq, zemini kengri bo'lgan, jug'rafiyalik sharoit ustunlik, jang qilish motivatsiyani yuqori bo'lgan bundaq bir Ironga Amerika öz yalğız kirələmdi, bunun gücü yetemdi mesela. Tamam Hmm. texnologiyalik askeri cihetten yetişi mümkün ama adam sani bir yerdeki mürekkep coğrafiyalik şaraiti cihetten Amerika'nın bunu kılış tez. Emdi bunun da bunda ahvalga yetenmegen aletten im buldu degen çağda Amerika'nın bir yerdeki mağlubiyeti Xitay üçün acayip çoğun bir paydı buldu. Yani Hmm. Xitay acizlaşkan bir Amerika'nı körüdü bu çağda. Acizlaşkan Amerika yani davamlılık özünün xavfsizlik stratejisi elan kıldı bunu 3 ay burun. Hmm. Haqiqatan yana Xitoyni asos markaz qilib u yerda O'rta Sharqiy Osiyo sharqidan boshqa markazlashamiz yoki bo'lmasa burunqi 19 20 asrning beshidagidek faqat g'arbiy yarim sharqqa markazlashib dunyoning g'o'jilik yetakchi hokimlar kuchini Xitoyga o'tkazib beramdi. Bundan bir savol chiqdimdi. Hmm. Mag'lub bo'lsa bir Xitoyga bir fursat bo'lishi mumkin. G'alaba qilsa Xitoyni tizginlaydigan ehtimollik va bir kuchga erishib qilishi mumkin. Dünya güç tampонлыгы siz degandek o'zgarayotgan bundaq bir davrda Xitoyning xalqaro sahnadagi roli qanday o'zgaryotdi? Xitoyning umumiy taktikasida qarasak bir turg'unlik bilan nihoyatda eg'ir besiqlik bilan diqqat bilan qadam ilyotidi. Eron tarafga siyosiy va diplomatik qo'llashdan boshqa bir askariy jihatdan yordam bergani yo'q. Ba'zi oshkorlangan dokladlarda nimada Xitoyning ba'zi şirketleri, texnik şirketlerinki İran hərbi tərəflərini şu Sünni əmri arqalıq Amerikanın paraxotları, Amerikanın bazılarını köstüb yardım beriyotqanları var. Amma bu Xitay tərəfdən elə ki, cəzmləşdirilmədi biz qıldıq, umudıq degəndək. Hmm. Bu ehtimallıq buluş mümkün. Andan keyin Xitay neft cəhətlərdən əlbəttə bu yandan əkirdiğən umumi neftinin nəsi Xitayğa təsir qismi Xitayını bunu O'rta Osiyodan, Rossiya tarafdan yana to'liqlab ketishi mumkin oldimizdagi vaqtlarda. Hmm. Xitoy amalva ilaki urush issiq jidalga kirmay, siyosiy, iqtisodiy, diplomatik kuchi bilan davlatlarningki ko'nglini qozonishga o'zining ta'sir doirasini qozonishga kuchi nim qilyotdi masalan. Chunki tirishyotdi. Undan keyin Xitoyning yig'ini echildi. Buni qarasa Xitoy o'zining texnologiyasiga ajoyib cho'ng mablag' solganligini ko'ryapmiz. Xitoy bu texnologiya orqali mayli dunyoning mayli O'rta Osiyo olsun, O'rta Sharq olsun, Afrika davlatlar nurg'un yerlarga buning orqali kirish orqali ta'sir kuchini kuchaytirdi. Hatto Yevropa ittifoqiga shu masalan mashinalar Yevropa ittifoqida jiq nima oldi, o'rni elyotdi masalan. Xitoy ya'ni qattiq shakldagi Amerika va G'arb boshchiligidagi davlatlarga o'xshash askariy kuch bilan kengaymichilik emas, balki iqtisodiy va kuch bilan siyosiy kuch bilan kengayishga o'zining ta'sir doirasini elish qiladi. Amalva bunda bir urushga kirishib qilishdan Xitoy o'zini qochiryotdi. Ammo butun Amerika qolgan bo'layotgan bu qarshi to'qinishlarda Xitoy qarshi tarafdan orqadan yordamlarni, ba'zi qo'llashlarni uchuq va yoshirin holatda qilyotdi. Masalan, Rossiyaning urushda bo'lsin, Rossiya tarafining bugungigacha urushni davom qila olishning asosiy sababi Xitoyning tijorat bilan qo'llashi, Xitoyning harbiy logistik jihatlarda, texnik jihatlarda qo'llashi boshqa Rossiya davom qila oladi masalan. Ya'ni Hmm. Xitoy nihoyatda ehtiyot bilan, aqllilik bilan bir qadamlarni elib o'ynayotdi va juda qazonyotdi bu ishlardan. Sizga ma'lum Xitoy yaqinda yangi millatlar siyosati qonunini ilgari suryotdi.
Agar Xitoyninki bu yangi millatlar siyosati qonuni yurgizilsa, Uyg'urlar, Tibetlar va boshqa millatlarning kelgusiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Aldı bilen Xitay milletininki umumiy siyasi felsefesideki bir düşünce o bolsumu Xitay bolmagan yat milletlerini bunaqa işenmeslik. Konuzunun gepi bağı güçlü yürükü bizden bolmagan bizden emes deydigan. Bularda yıldızdan bularning siyasi tefekkürdilam ki bir nimi ba karşı tarafını düşman görüdigan özüge täze his kılmaydigan. Andan keyin tarihi nimiga qarasakmı Xitay tarixdan buyon bu Türkiye xalqlar ning o'zlariga el bo'lgan turklarni assimilyatsiya qilish yetarli ko'rmasdan aksincha bularni qirib tugatayotgan nurg'un nimalar va tarixiy voqeliklarga biz shohid bo'ldik bizning ajdodlarimiz. Endi Xitoyning bugungi bu siyosatlari qarasak, atrofdagi mayli ishki Mo'ng'ul deymiz, mayli Sharq Turkiston deymiz, mayli Tibet deymiz, bu rayonlarni besib olgan rayon deb qarag'ashqa, bu yerdagi xalq izchil bu yerda Xitoy o'zininki mustamlik hokimiyatini chinglash uchun bir tahdid deb qaraydi. Ammo Xitoy buni nihoyatda hiylagarlik bilan asta va qadamma-qadam berib kelgili. Endi bizning vatanning nimasiga kelsak, 2016'ning oxiridan keyin boshlangan irqiy qirg'inchilik siyosatida millatninki asosiy umurtqisini, milliy kimligini, mavjudiyatini, e'tiqodini eritish orqali boshqa bir yangi bir Uyg'urlarni yasab chiqishga tirishayotganlikda endi mavi qonunni qilish orqali bu yerda texmi yuqori bir bosqichda u yerdagi Uyg'urlarning milliy kimligini, e'tiqodini yashash tiki inchiki qadriyatlarini yashashdagi inchiki hayotninki nozik nimalargacha hatto yeb ichish, qanday uxlash, qanday qo'pish deganki ashyalarni tortib o'zgartirish imkoniyatiga erishdi. Chunki ya'ni millatlararo to'y qilishnikiga cheklim qo'yganlarni jazolaydigan bir narsalar bor ekan masalan bu qonunda. Hmm. Endi bir Xitoy burun cheklimi bor deymisan. Xitoy uni nim qismi torlardan chiqib bu yerdagi vijdonli insonlar u narsaga qarshi so'zlagandi. Bunda qilmanglar, bo'lmaydi, tegmanglar, olmanglar degandek. Endi buni qismi bu qonunga xilof narsa. Aksincha davlatdan buni qo'llaydigan imkoniyat yaratadigan nurg'un narsalarni yaratgandan keyin buningda nurg'un insonlar bunaqa majbur bo'lishi mumkin. To'saydigan ijtimoiy to'solg'u bo'lmagandan keyin buning osonlashishi mumkin. Buningda millatning assimilyatsiya bo'lishi, xitoylash qadimi texmi tez bo'lishi mumkin. Undan keyin bolalarning yesiga kirishdan bo'lamki sog'lom, iliqnay, ravan Xitoy tilini so'zish kerak deydi. Bu yerda oilalargacha hatto kirib cheklamlarni besimlarni qilish mumkin. Sen nima uchun bolangga xitoycha o'rgatmaysan u bu deb. Oilada hatto uyg'urcha so'zlashdimi butun cheklab itish mumkin. Endi bu yig'inchoqlagan chog'da u yerdagi xalqninki tili, qimmat qarashi, qadriyatlari, milliy kimligi va umurtqisi hatto tefekkürden tatlı bütün derslerini Xitay to'liq o'zgartirishga, ya'ni Xitoy ulusiga eltitishga nim qilganlik. Masalan, Xitoyning bu siyosiy nimasidagi bir o'xshamaslik boshqa davlatlar bir zaminni besim bilib mustamlik qilgandan keyin bularni asosan siyosiy iqtisodiy jihatda ishlamchi sinib qiladi masalan. Mayli Amerika olsun, Angliya olsun, boshqa davlatlarning tarixida. Masalan, Xitoyniki nimasi bo'lsa bular izlib bularni assimilyatsiya qilish bilan birga taki o'zlariga eritib etmagicha hatto eritib etgan taqdirdami kelgusida hatto eng oxirgi bosqichda bu eriganlarga ishonch qilolmay bularni qirib etadiganmi nimani ko'yga bulug'liq uchun nimada. Xitoy bu mustamlika siyosati boshqa davlatlardan farqli yeri shuyligi. Cho'qim o'ziga butunlay eritib etish agar bu narsa olmay qolib qolsa uni yo'qotib etadigan bir narsa bor. Endi hozirgi nimada ahvolimiz Sharq Turkistondagi u yerdagi Uyg'ur va bu yerdagi asosiy millatlarniki ahvolimiz haqiqatan bir xatarlik bosqichga kelib qoldik. Burun xalqaradan besim qilamiz, hozir buni Xitoy bizning davlatning asos qonuni deb buni qo'ya oladi endi. Hmm. Sen bizning ishki ishimizga aralashmaymiz, biz buni xohlab qilyotdi deb. Hmm. Endi u yerga amalsiz chorasiz qolgan xalq buningga nechilik qarshi tura oladi, nechilik holatda bu milliy mavjudiyatni saqlay oladi. Bu bir savol masalasi bo'lib qoldi. Haqiqatan bir ajoyib bir eg'ir kunlarni saqlayotdi endi xalqimizni. Yaqinqi yillarda Xitoyning chet ellardagi diaspora faoliyatchilariga qarata besim ishlatish haqida ko'p dokladlar chiqyotidi. Bundaq chegara halqagan bostirish xalqaro siyosatda qanday qaraldi?
Normalda, chet elge kelip, mesela Avrupa, Amerika, Avustraliya qanday dövletleri kelgendan keyin siyasi panohlab vatandaşlık algandan keyin biz bu yerning fuqarosiga, nimasiga erishimiz, qandaqki bu yerdagi yerlik xalqlarmi davlatning qonun tarafidan qo'g'dalganga o'xshash bizmi qo'g'dalish kerak. Endi boshqa bir davlatninki, masalan Xitoyning kelib bu yerda jasuslik qilishi, bizning uchurlarimizni yig'ishi, bizga tahdid qilishi bu davlatninki fuqarolariga nem qilgan bu, ya'ni chegara ol qilgan bu davlatlarninki asos qonuniga nem qilgan bo'ladi, xiloflik qilgan bo'ladi. Shuning chet el davlatlarimi bu nimedeki Uygurlarninki bundaq tehdit uchrashiga izchil ko'ngil bölügilik. Masalan, Yevropa İttifaqida bu narsa to'g'riliq tekshirishlar ilib berilganlik nurg'un dokladlar bo'lganlik, hatto 2 dona jasusmi Uygurlar to'g'riliq uchurlarni yig'ib imkonlikdan Chelsiyada tutildi va birisi sotda kesildi masalanchu. Davlatlar bunga muhim deb qaraydi. Yana bir tarafininki birisi Xitoy bu davlatlarmi mushu Uygurlarning aqlga kirgan tushgan jasuslar nim qilingan tahdidlar orqali Xitoyninki bu yerdagi jasuslik to'rinimi yeshalaydigan bir imkoniyatga erishdi ekanchu. Ya'ni mushu orqali bu uchurlarni qanday bir taraf qildi, buni qandaq ishiltidi, Hmm. nim qildigan deb. Endi hozir yeni bir narsa shu chet ellik Uyg'urlar uchrashi bilan birga bularni asosan qo'rqish psixologiyalik bir urushini qiladi-ku bu yerda. Ota-onasini yo'llash orqali tuqqanlarini, nimalarini qilsak, masalan Fransiyadagi ikki qarindoshimizning nimasini ko'rdik vaqaligini-chu. İnsanların nazuk yaqinlarini nazuk nuqtalarga kirish orqali insonlarni o'ziga ishlasa, o'ziga uchurlarni ta'minlasa deb qilib amaliyot nurg'un Uyg'urlar buni rad qiladi. Tamam, chet elda rad qildi, ammo bunga xohlab turib Xitoyning bu to'ziqiga tushishga berayotgan Uyg'urlar bor-da bu yerda. U nima deganda turkumlab vatanga vizasiz qilyapti, hamda ota-onalarimiz bilan ko'rishib kelaylik deb ketayotgan Uyg'urlar bor-ku masalan. Bular u yerga borgandan keyin ularning to'ziqiga, ularning nimasiga tushmamdi. Amaliyotda tushidi. Bu to'g'riliqmi xatolashmasam necha tekshirishlar bo'lyotidi, hujjat filmlar ishlandi masalan. Hatto qaytib kelgandan keyin o'ziniki ko'rgan kunlarini degan insonlarmi bor masalan. Hmm. Qandaq kunlarga uchirganligi. Ularning u yerda bergan so'zlari, u yerda yozilgan narsalar, imzo qo'ygan narsalar kelgusida Xitoyninki istixborotda bu yerga kelgan chet el, bu yerga kelgan Uyg'urlarga, qaytib kelgan Uyg'urlarga bir ishlatilgan bir vosita olmamdi masalanchu. Sen burun manda degandan chiqqan narsani qo'yib yutma masalanchu. Hmm. Agar bunday narsaga uchragan Uyg'urlar bo'lsa, o'zininki shu turishliq davlatidagi qonuniy, haq-huquq asosli davlatninki istixborot va saqchi qonuniy organlarga aloqa qilish orqali o'zining haqqini qo'g'dash kerak. Chunki Xitoylarning bu yerda harakat qilishi, bundaq bir tahdid qilishi, bundaq bir o'ziga ishlashga chaqirib, tahdid qilishi bu bir butunlay qonunsiz narsa. Hmm. Ama biz özümüz o berip kelgen Uygurlar, bundan eski uçurgan Uygurlar her daim sükut tutanlaş arkalık özünü kutkuzup kalanmaydı. Ama miyede ki hükümet organları ve devlet istihbarat organları bunu ma'lum kılış arkalık bunu özünün hiç bulmasa miyedeki kimlikini qo'g'dab qalalaydı. Miyedeki ailesini qo'g'dab qalalaydı. Hmm. Ish bo'lmaganda Xitoy uningga tahdid qilib, o'zining kontroliga ilishdan burun shu yerda ko'rgan bilganlari va uchirgan hadislarning hammasini yer o'zi turayotgan davlatninki saqchi organlariga oldin ola davlat dilo ma'lum qilib, o'zini qo'g'dashga qadam yetishi kerak demoqchimisiz? To'g'ri. Chunki ba'zi Xitoylar ba'zi nimalarni so'raydi masalan. Men oldimga kelgan nurg'un Uyg'urlar bor. Ulan deganda so'raydi masalan, kim bilan kim nima qilyotidi, kim aralashayotidi, necha mashallah kasalmi, saqmi, bu degandek inchike nimalarni ilig'liq ma'nosini deb bergin, onasini deb bergin debchu. Hmm. Normalda buni agarda davlatning istixborot va saqchi organlariga deyish orqali ma'nosini desang bo'ldi, ma'nosini desang bo'lmaydi. Senmi oilangni qo'g'dishing kerak deb davlat deb beradi masalan. Mana mafchularni demasliging kerak, mana mafchularni desanglar bo'ladi, chunki bu uchuq manbadagi narsalar debchu. Hmm. Ama miyedeki aileliklerge balağından kılma, kızanımında kılma, balların miyede okuyduğundan da okuyduğu dese o çağda devlet hatta qoğdaş kınıyım evet mümkün. Çünkü bu devletten bizim okşaş bir puhrası mesela çok yedik. Doğru. Yani turuşluk hakimiyetimiz bir kadrovatkan yerimiz kanunluk bir devlette oğaşka. Hmm. Xitay istihbarat xadimlerinin telefon arkalık ya başka vasıtalar arkalık bulağı bizim kılışı kanunsuz bu başka biz korkmay ve işkilenmey
bu kanun organları bilen, devletning saqchi organları bilen aloqalashishimiz kerak. Yani ma'lum qilishimiz kerakki va o'zimizning bu yerdagi haqqini bo'lsin qo'g'dab qilishimiz kerak. Va bu Hmm. orqali Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarga qilayotgan jasuslik va psixologiyalik operatsiyalarini oldini ola olamiz. Hmm. Sükut bilen özüne ve ailesini qoğdiyalışı natayin. Nicat Bey, sizin bu xəbrinizdə bax, Xitayның Tacikistan bilen bolğan münasibəti yana gündən güngə küçüyüyotudu. Məsələn, Xitayның Tacikistan, Afganistan çegarasındakı bexəterlik quruluşlarına bevasitə məbləğ silishi Xitayның O'rta Osiyodagi siyosiy va harbiy rolining kengayayotganligini ko'rsatadi deb qarashga bo'lamdi. Eee, Albatta bu O'rta Osiyo davlatlarininki bexatarlik nuqtasida sirtqi keladigan qurolliq harakatlarning nimasini tahdidini birinchi bo'lib Afg'onistondan qaraydi. Bu yerda masalan nurg'unlagan qurolliq harakatlar bor. Bu yerga bir radikal islomizmninki kirib, bu yerga kengayishdan va o'zlarining davlatining hokimiyatiga xalqning ichida kengayishdan bular nihoyat ehtiyot qiladi. Buning uchun masalan Shanxay hamkorlik tashkilotining asosiy qurilishi va masalan qurilgan chog'dimi bu yerdagi qurolliq harakatlarning nimalarini boshqa yo'qliq. Endi bu yerda Afg'oniston nihoyat bir halqiliq nimada turdi. 2021 Taliban hokimiyat tug'andan keyin nurg'un davlatlar andisha qilgandi. Ammo ular o'ylagandek unda cho'ng bir tahdid yaratmagan keyin bular Afg'oniston hozirgi hukumatini qo'yniga ilish orqali, birga tijorat qilish orqali, sistemaga kirish orqali bu yerdagi o'zlariga tahdid qilgan narsalarni hal qilamiz dedi, ammo unchalikmi bo'lmadi bular o'ylagandek. Hamda yaqinqi mau necha oyda masalan Xitoyniki Tojikiston chegarasida Tojikistonda kon nimasi ishlayotgan necha Xitoyniki uçkusuz kichik aeroplanlar bilan o'ltirilganlik nimasini xabarlar chiqdi masalan. Bu orqali Xitoy mayli Afg'onistonga bo'lsin, mayli Tojikistonga bo'lsin o'zining puxlan o'tganligi nurg'un besimlarni qildi. Endi buningki oldini olish uchun Xitoy xatolashmasam 2011dan buyon Tojikiston, Afg'oniston va Xitoy uchisiniki o'rtaq chegara nuqtasida birlikda bir turalg'u nimasi bu yerdagi istixborot merkezli ve bir yerdeki bir harbiy organlarni ta'sis qilganti va bu yerda ishbirligi ilib berilmoqda. Endi bu qatim texmi kengaytirilgan holatda Tojikiston chegarasiga 9 dona markazni qurmoqchi ekan va bu yerda asosan butun chiqimni Xitoy ko'tardi ekanda endi masalan. Endi bu yerdagi asosiy bu qarorlarni elishiga birga bu Tojikistondagi bo'lgan narsalar, uningki Afg'onistondagi oshxonadagi bo'lgan voqeliklar bu narsa asosiy sabab bo'lishi bumi bir sabablar bo'lishi mumkin. Hamdaki o'zininki ichidagi Sharq Turkistondagi besilayotgan qattiq qo'l qirg'inchilik siyosati, undan keyin Uyg'urlarninki bu yerga kelib qolish ehtimolligi xalqarodagi bo'layotgan cho'ng o'zgarishlardan Xitoy andisha qilishi tabiiy endi. Buning oldini olish uchun kelgusida bu yerga hujum qilib qilishi mumkin va bu yerdagi harakatlarninki kuzatib turish, kuzatish orqali oldini ola buni oldini olamiz deydigan bunda bir niyat maqsadlar bilan bu organlarni bu yerdagi nimalarni kuzatish markazlarini texnik ko'paytirishi shuna bo'lishi mumkin. Hamda O'rta Osiyo nuqtasiga kelsak, Xitoy Sharqiy O'rta Osiyoga bevosita harbiy jihatdan kirmaglik, ammo asosan shu bu yerda istixborotni yig'ish va iqtisodiy kuch orqali ta'sir qilib kelaylik va bu orqali bu davlatlarning siyosiy qarorlashiga ta'sir qilib kelyotdi va ta'siri kundan kunga cho'ng'ayotdi hamda-chu. Endi bu yerdagi eng cho'ng tahdid shu Xitoy qaraydig'ini shu chet eldagi Uyg'urlar, bo'lib Afg'onistonda turayotgan Uyg'ur qurolli kuchlari deb qaraydi. Hmm. Buni oldini olish uchun bu chegarada g'oyat zo'r mablag' bilan buni oldini olishga tirishadi. Masalan, buningga qo'shilib, masalan, bu parallel holda bu yerda bo'layotgan bu qurilishga asosan yaqinqi 3 kun bo'ldi-ku deyim xatolashmasam, Pokiston taraf bilan Xitoy tarafininki ikkisi birlikda Pokiston Taliban va Sharq Turkiston Islom partiyasining a'zolarini birlikda yo'qotamiz deydigan bir o'rtaq bir kelishim imzoladi. Endi asosiy narsa bundan keyin birlikda askariy operatsiyalarni qilish. Hmm. Endi bu burunmi deyilikdan ama haqiqatan rasmiy birlikda askariy operatsiyalarni birlikda qilamiz va Pokistonga tahdid bo'layotgan TTP, Pokistondagi Taliban guruhi bilan Afg'onistondagi Sharq Turkiston Islom partiyasining a'zolarini yo'qotamiz deydigan birlikda askariy operatsiyaning nemisini tuzdi bular, kelishimni birlikda imzoladi, ammo bu qaysi xil shaklda bo'ladi, qanday shaklda buni bilmaymiz. Ammo chunki
Xitoy nihoyatda ehtiyot qilib kelayotgandi izchilchu. Bundaq Hmm. bir boshqa davlatga askar kirgizib, bundaq bir Uyg'urlarni yo'qotishga qilishi. Hmm. Ama bu bir yeni bir ilgilash. Yani mavi ikisi bir-birisiga chetishliq narsa bo'lishi mumkin deb qarayman. Afg'onistondagi bu Tojikistondagi chegarada istixborot xizmatlarini kuchaytirish bilan bu Pokistondagi askariy operatsiyalarni birlikda qilish uchun. Ya'ni Hmm. yig'inchoqlagan chog'da bu yerda Sharq Turkistonlik qurolli kuchlarning mavjudiyati Xitoyni kundan kunga ansirtyotidi Hmm. va xalqaro bo'layotgan narsalar, o'zgarishlar Xitoyni Sharq Turkiston tuprug'ida emas, mudofaani boshqa davlatning tuprug'idami qilishimiz kerak degan qarorga olib olgan bo'lishi mumkin. Yani Tacikistan'ın bexatarlik ve iqtisad cihette Xitayga şunçola tayinip kılışı, kelaçekte bu devletin siyasi müstakilliği ve rayondaki güç tampонлыгыга ta'sir ko'rsatishi mumkin mi? Albatta ko'z tutishi aniq. Chunki bu Xitoy bu O'rta Osiyo davlatlariga iqtisodiy mablag' selish bilan birga, ya'ni qarz to'ziqi bilan nurg'un bu davlatlarning hatto 30-40% gacha umumiy davlat qarzini kontrol qilib masala. Chunki bu g'oyat zo'r pul. Bu davlatlarning bugun buni qaytarishga iqtisodiy kuchi yo'q. Tədrici holatda nima bo'ldi degancha Xitoyning bu yerdagi siyosiy sohalarga va boshqa sohalarga kirish orqali davlatning har qaysi sohalardagi qaror olish mexanizmiga ta'sir qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi hozir buning masalan Xitoyning boshqa sohalarida kiryotidi masalan. Ko'chman Xitoylarning masalasi texnologiyalik jihatlarda masalan aqlli shahar paydo qilish nimasi deb nurg'un shaharlarda Xitoyning kuzatish apparatlari kiryotidi. Bu orqali faqatla iqtisodiy nimadan boshqa bu yerning yerlik fuqarolarining nurg'un uchurlarini Xitoylar yig'ish imkoniyatiga ega bo'lmoqda masalan. Buni kelgusida Xitoy askariy jihatdami, boshqa bexatarlik jihatdami kengayishni imkon chog'da bu narsa Xitoy uchun ishlatiladigan bir qimmatli kuch bo'ladi. Ammo O'rta Osiyoda asosiy askariy kuch Rus bo'lg'achqa Xitoy bu yerda Rus bilan bevosita tepishib qolmasligi uchun askariy harakatning kengaymichiligiga qadam boshlamoqlik, ammo har hol maslahat bilan koordinatsiya holatda harakat qilayotganligini ko'ryapmiz. Birlikda maslahatlashib, man mashahatni qilish, mani qilgin debchi. Ama Hmm. kelgüsüde Xitoy buni qilmaydi degan olmaydi. Chunki bular qilmagan taqdirda buning hozir siyosiy, iqtisodiy, boshqa texnologiyalik jihatdagi asosini hozirlayotidi. Chunki Hmm. O'rta Osiyo Xitoy uchun nihoyatda muhim. Ya'ni g'arbchilik, Sharq Turkiston muhim bo'lsa, O'rta Osiyo Hmm. Xitoyning Yevrosiyoga, Yevropaga ulashtirgan yangi Ipak yo'lining asosiy mangdigan yo'li. Bu yerda Xitoy o'zining kuchini, ta'sirini chinglash uchun kiralaydigan bütün imkoniyatlarga kirib, ta'sir kuchini chingaytishi u tabiiy bir o'zgarish. Xitayning O'rta Osiyodagi bexatarlik rolining kuchayishi Sharq Turkiston masalasiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin sizcha? Ikki xil narsa bo'lishi mumkin. Manfiy tarafdan qaragan chog'da bizningki Sharq Turkiston ko'rishningki u yerda ko'klishi, u yerda yildiz tortishi va taraqqiy qilishiga to'solg'ularni bo'lishi mumkin. Hatto siyosiy harakatlarning bu yerda albatta cheklanib kelayotgan-ku. Texim zo'r darajada Uyg'urlarga berilgan ba'zi imkoniyatlarni, fursatlarni hukumatga besim qilsa qilib buni cheklashi mumkin. Endi bu yerdagi Xitoyning kengaymichiligi bilan bu davlatlarniki xalqlar va ba'zi organlarning beodam bo'lishi tabiiy. Chunki har bir narsaniki bir tamponliq bir kuchi bor. Bu narsa chekdan eshib ketgan chog'da bu bir aks ta'sir beradiganidek. Xitoyning bu yerda haddidan ziyoda kengaymichiligi bu yerdagi hukumatlar, davlat organlarini beodam qilishi mumkin va bir kunlarda tepishi mumkin bu qarshisigachu masalan. Qarshisiga tepib Xitoyning nimasidan qutulmasak bo'lmaydi ekan degan narsaga kelishi mumkin. Ammo bu bugun bo'lmasligi mumkin. Oldimizgi Hmm. yillardagi Xitoyning bu yerga besib hokimiyatining kuchining ta'sirining eshishi va qaysi shaklda ep berilishiga bog'liq hamdichu. Hmm. Ammo Sharq Turkistonliklar uchun O'rta Osiyo nihoyatda muhim o'rin. Bu yerga bo'lgan diqqat e'tiborimizni, bu yerga bo'lgan nimamizni bo'shashtirib qo'ymasligimiz kerak. Mayli qanday sharoit bo'lsin. Yana bu yerda bizning asosiy qarindosh xalqimiz va nurg'unlar Uyg'urlar bo'lg'achqa bu yerdagi kuchimizni sal qaramasligimiz kerak. Dünya siyasetidagi bundaq cho'ng o'zgarishlar ba'zida bizga munosabatsizdek ko'rinsimi,
əməliyyatda milli təqdirimizə zor təsir göstərişi mümkün. Bir tərəfdə diasporadakı Uyğurlar adalet üçün sözləvatmaqda. Yani bir tərəfdə bolsa, dünya siyasətinin çoğ güçləri dünya tərtibini qayta şəkilləndirməkdə. Bu məsələlər haqqında biz keyinki proqramlarımızda Şərq Türkistan Ulusal Mənfəət Mərkəzidəki mütəxəssislər bilan davamlıq muhakimə elib barımız. Anlavatqınızlar Azad Şərq Türkistan Radiosu xəbərləri. Mən Abdusalam Niyaz Uyğur. Keyinki haftalık xəbərimizdə görüşkice aman bulunlar. Xeyirli olsun.